taqillashib tashyapti janori. Zo'r gap aytdimi akalar? Bu haqiqiy ishqibozligi. Mana otvozlarni bilasizlar, otvozlarga qanaqasi yoqadi? Eng zo'r yuguradigan o'sha kuchlilari yoqadi. Xorozvozlarga qanaqasi yoqadi? O'shani linani, todalari bo'ladigan, qaytmaydigani, shunaqasi yoqadi xorozvozlarga. Bedanavozlarga shu taqillatani yoraveradigan, sayradigan bo'ladi, ya'ni shunaqasi yoqadi bedanavozlarga. Endi kuchuvozlarni gapirmasa ham bo'ladi. Kuchuvozligi shu bo'ri bosonlari bo'ladi, haqiqiy ya'ni jangarilar, ana shunaqasi yoqadi kuchuvozlarga. Bizlarning kattarovozlarga qanaqasi yoqadi? Mana bunaqasi yoqadi. Bu ishqibozchilikni tushungan odam tushunadi. Haqiqiy ishqibozlarga omad, charchamanglar hammanglar.